ish. Lekin hech qanaqa natija yo'q. Yana ish. Hech qanaqa natija yo'q. Shuncha mehnat, shuncha sabr. 1 gram ham natija yo'q. Onasini yemsin. Lekin borku yana ish. Xuddi yo'voyda ishlang, yo'voyda. Keyin qarabsizki borku, ozgina yengillashasiz. Yana ish. Keyin bum. Bo'ladi hammasi. Bittaga bum bo'ladi. Tushundingizmi? O'sha uchun ish ishlash kerak. Balkim 3 yildir, balkim 5 yil, balkim 6 yildir. Yo'voyga o'xshab, xuddi musofirga o'xshab ishlang. Yemasdan, ichmasdan pulni jamlang. Qo'lingizga bir 4-5 million pul tushdi, sirazi keyin sotib olmang. Yo bir mashina sotib olmang. Qo'lingizga pul tushdi, sirazi nimalardir sotib olmang. Pulni jamlang. 5 yildir, 6 yildir, 7 yildir xuddi yo'voyga o'xshab ishlang. Yo'voyga o'xshab pul jamlang. Faqat o'zini yoniga ojizlik qiladi u pul. Akazivda любой joyda borku xiroz bo'lib beradi. Bu narsa bu pul bu. Lekin ba'zi bir odamlar o'ylaydiki, bir kechaga bergan muvaffaqiyat deb o'ylaydi. Yo'q, aslida unaqa emas. Aslida 5 yildir, 6 yil, 7 yil indamasdan shu yo'voyga o'xshab yig'ilgan pullar natijasi bo'ladi. Zo'r bilasiz. Qaytmang prosta. Ish.